Ha, Umiddan yuraysizmi? Ha, mayli. Nima ish qilaman dedingiz? Bajarningman. Yaxshi. Dammi bugun? Ya, ishdaman. Bezib bo'ldi-da, qayerda yonibdimi? O'shada ketaman. Ishdaman? Tushunishimcha qayergadir pojar bo'lgan, olov yongan, siz shuni o'chirishga ketyapsiz. Avtobus bilan boryapsiz. Ha, yonibdi-da. Yo, mayli, borguncha sheriklar o'chirib turadimi? Faqat o'chiradi, shopirman. Hammasi kuchli man kutibdi. Ishqilib, olov sizga yordam qiladimi? Sal sekinroq yonib tur, hamburgerlarni yo'qliklarini bildirmayapmiz qilib. Ha, odam bo'lsa kulyapsizmi siz? Borish kerak-da, chaqon. Avtobus bilan ham boraman, 10 minutdan keyin yuraman. Mana boryapman-ku. Uzrda, yong'in bo'lgan joyga boryapsizmi? Siz kimsiz? Maskoriy pomishman. Mashina yonmay qoldi. Men taksiga pul beraman. Bu yerga taksida yetib olmayman, men pul beraman. Mana pul bor. Mana 200 ming. Ikkalar taksiga yetib olmayman. 4 ming oling, mana ko'rdim. Xo'p. Yandex ketib, tezlashtiringlar, yong'in beryapti. Ha. Aka, bir zo'r gap aytaymi? Ha, mayli, ayt. 5000 so'm bering aytaman. Aka, mana 240 xat mahalladan sizda allab ko'pala pulingizni olib ketdi. Bular har doim shunday odamlar allab pullarni olaveradi. Sen ham o'sha mahalladan deyman, baribir pulimni oling sen ham. Men ma'lumot aytdim-ku. Ochingman tushib qolay. Aka, sizga bitta gap aytaymi? Sen ham Xirqat mahallasidanmi? Tushyoq bo'laykan, hozir rol bilan yeysan, pulim qolmadi mana, tushyoq bo'l. Qirqat emas, Qirqat mahallasi aka.